Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz ta'minot bo'limini ko'rib chiqamiz. Ta'minotchilarga o'tib, bitta ta'minotchi yaratib ko'ramiz. Bu yerda kategoriya yaratishimiz mumkin. Masalan, MDFlarni qaysidir korxonalardan oladigan bo'lsak, MDFlar degan ta'minotchilarni yaratamiz yoki shishalar degan kategoriya yaratsak, bu yerda shisha oladigan ta'minotchilarimizni ichiga kiritib ketishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, ovqatchilarga kiradigan bo'lsak, bu yerda ovqat oladigan ta'minotchilarimiz bor. Xo'p. Ta'minotchi yaratadigan bo'lsak, ikki turda ta'minotchi bo'lishi mumkin: jismoniy shaxs hamda yuridik shaxs. Xo'p, jismoniy shaxs yaratib ko'radigan bo'lsak, xo'p. Bu yerda manzilini kiritib ketamiz. Omborxona hamda saqlash qiladigan bo'lsak, mana ta'minotchi yaratildi. Endi biror bir yangi ta'minotchini ichiga kiradigan bo'lsak, xuddi shunaqa ko'rinishda ko'rinadi. Balanslari, yakuniy holati, debet kreditlari boshida 0 bo'ladi. Va buyurtmalari ham yo'q. Hozircha bu ta'minotchidan buyurtma olmaganmiz. Xo'p, doimiy ishlab yurgan ta'minotchimizni ichiga kiradigan bo'lsak, mana bu ta'minotchimizda oldin hisob-kitoblarimiz yuritilgan va bitta zakaz ham olgan ekanmiz. Yana bitta zakaz olib ko'raylik. Xo'p. Akvix oladigan bo'lsak, omborxona, qaysi omborxonaga olib kelamiz? Ta'minotchini omborxonasi hamda qancha miqdorda? 100 ta Akvix tanlaymiz. Saqlash qiladigan bo'lsak, mana BU 383 bo'lib qo'yildi. Tasdiqlash qilamiz. Karta orqali to'lov qiladigan bo'lsak, kartani tanlaymiz. Endi esa buni ta'minotchi o'zini Telegram'idan tasdiqlashi kerak bo'ladi. Bunaqa Telegram botga kirib oladi. Keyin esa akkauntga o'tib, buyurtmalarga o'tadigan bo'lsa, mana 383-naryad ko'rindi. Buni rostdan ham qabul qilgandan keyin ta'minotchi tasdiqlaydi hamda yopish qiladi. Ta'minotchi Telegram orqali tasdiqlagandan keyin bu yerda sahifani yangilasak, mana ta'minotchi tasdiqladi. Endi esa biza partiya yaratib buyurtmani olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda boshqa buyurtmalar ham ko'rinadi. Bitta buyurtmada bir va undan ortiq partiyalar bo'lishi mumkin bo'ladi. Hozircha shu mahsulotni o'zini bitta partiya qilib olib kelib olsak, mashina biriktirishimiz mumkin. Telefon nomeri orqali haydovchilar topiladi. Mana bu yerda unga biriktirilgan transportda ham chiqib keladi. Hop, summasi 200 ming so'mga olib kelar ekan. Bunda saqlash qiladigan bo'lsak, hamda sahifani yangilasak. Endi bu yerdan chiqadigan bo'lsak, mana asosiy bo'limda buyurtma oldik. Mana 383-buyurtmani hamda partiya biriktirdik bunga. Mana shu partiya hamda bu partiyani yana ta'minotchi tasdiqlashi kerak bo'ladi. Xo'p, ta'minotchi yana buyurtmalarga keladi. Bunga kiradigan bo'lsa, mana partiya ko'rinadi, haydovchi, hamma ma'lumotlar ko'rinadi hamda agar foto hisoboti bo'ladigan bo'lsa, foto hisobotini yuklab qo'yadi. Yuklab berildi qiladigan bo'lsa, mana ta'minotchidan zakaz chiqib ketdi. Endi esa mana sahifani yangilaydigan bo'lsak, partiya jarayonda turibdi. Omborxonaga kirim qilib qo'yamiz. Ya'ni partiyalardan kelgan. To'g'ri, mana partiya 173 dan mana shu 100 ta Akvix keldi. Bu yerda sonini ko'rsatmayapti, chunki programmada ko'rinib tursa, hech kim sanagisi kelmaydi. O'zi bittalab sanab, to'g'ri kirim bo'lganiga ishonch hosil qilgandan keyin soni ko'rinadi. Bu yerda kirim qilamiz. Masalan, nechta qabul qilganini kiritadi. Agar 100 ta qabul qilgan bo'lsa 100 ta, agar 95 ta kelgan bo'lsa 95 ta kiritadi. 95 ta bo'lgandan keyin o'zi 100 kilogramida, lekin 5 kilogram qayergadir yo'q bo'ldi. 95 kilogram oldim deb kiritdik chunki. Bu yerda kamomad bo'ladi. Ya'ni 3 ta kamomad
ikkita qabul qilishda singan bo'lsa, ikkita qabul qilishda sindi deb rasmlarini biriktirib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, dalolatnoma yaratish qilamiz. Ortiqcha kelgan bo'lsa, ortiqcha kelganini ham kiritishimiz mumkin bo'ladi. 95 ta kirim bo'ldi. Endi esa ta'minot bo'limida mana partiya yetkazilgan turibdi. Bu partiyani ta'minotchidan zakaz qildik hamda yetkazib olib keldik. Endi bu yerda talabnomaga kiradigan bo'lsak, bizga ishlab chiqarishda yetishmaydigan tovarlar bu yerga tushadi yoki biror bir omborxonamizda bo'lmasa, boshqa omborxonamizda bo'lsa ham shu yerda ko'rinadi. Masalan, asosiy skladga 0.02 dona tovar kerak ekan, lekin baraxolkadagi omborxonamizda ko'proq bor ekan. Bu degani baraxolkadagi omborxonamizdan asosiy omborxonaga o'tkazma qilishimiz kerak. O'tkazma uchun o'tkazma belgisini bosamiz. Qancha miqdorda kerak? 0.02 dona kerak. Shu baraxolkadagi omborxonadan o'tkazma yaratamiz. Hamda o'tkazma yaratilgandan keyin omborxonada